Xalisxan, dostum, mən təyyor bo'ldim. Bu akşamın uyga tamamlayli, mayli uydan chiqqanda sen gap qilma. Men optuzga chiqib, sen malang oz qolganda sen yana bir gap qilgin. Sen tayyor bo'lib turib shu bekatga saqlab tursang, men shu bekatga kelganda aynakda mushtal ishorat qilsam shu optuzga chiq. Anandan keyin biz shu optuz bir 6 bekat o'tgandan keyin tushib, yana bir optuz qolmasa, oxirgi bekat tushsaklam, bu akşamın uyning oldiga tushimiz. Shunda qolayli. Yili gap qilma jumamsan. Opa, oşunda jiraqaga optuzga chiqib boramizmi? Raketa chiqib uchib borsam bulandan optuz chiqmay. Yo, opam taksiga chiqsang olmamdi, shunda jiraqalarni qistilib nima jopamisan? Sen bu taksiga chiqishni bilsan, taksiga chiqishni bilsan, yosh bo'lgan gibi mangay demaysan, Ben oldurashim borman, men o'y jiddiy taksi to'sab borganman. Dostumuz uyga chaqiribdi, bir mehmondochilik qilmam deb jiddiy bera olamdim taksi to'sab. Opamni taksi bunda qimmat olmaganki chiqsang olmamdi deyman. Pixsiqlik qilsang. Men jo'shta pixsiq, mushta pixsiqlikda sen beqib cho'nqan. Men pixsiq qilib yiqqan pullarga sen mertlik qilyapsan, sen mushta mertlik qo'ygan, men deb pixsiq qilgan shu. U yerga 30 ko'q bormiz. 30 ko'q degan ondan azaq bir hep demamdi biz bir oy kishilari. Opa kichik vaqtimda 10 ko'yliq narsa bersim. 10 ko'yliq ondan keldi bir hep deymiz deydan bo'lmas, rosa o'sibdi. Shuni qolgan chog'da. Aytlar yo'q hozir. Opa endi demakchi olim, sen ham ishim cho'yib qolgandikimda japat atmay taksiga chiqdim, borsam olmamdi deyaptimi seni o'zrab opa. Valla bu deganini tushundim. Hozir u parlament bu yoqdan yig'ib bo'g'ichilar degan yo'llar degan tozalab shundoq yaxshi qilib optuzlarni ichi issiq bo'lam. Endi odat uyda o'tirgandan keyin mushta bir vaqtlar chiqib olsak harakat qilib mengib qo'ysam o'zimga yaxshi emasmi? Sen buchi qara, Pezgul. Man optuzga chiq. Qachon qarshi taksi to'sayman, taksi to'sayman demay. Harakat qilavermay hozir biz harakat qilsam talanbaydan chiqsam hozir bo'lib qolsa. Men chiqamda tik shundoq yuratyapman.